can't believe I'm finally here. Look at this place. It's incredible. Mana yetib keldik. Bu yerdan kirish. Eng yaxshi tomoni bepul. Milliy muzey. Mana sizlar bilan birga sayohat qilamiz. Xohlaganlar donation qilish mumkin, ya'ni berish mumkin. Pul sovg'a qilish mumkin. Yeah. Kirishimizga juda chiroyli manzara kutib oladi. Birinchi o'rinda mana hammani hayratga solayotgan dinozavr. Hop, demak, ma'lumotlarni bo'lishamiz. Demak, eng mukammal tarzda yig'ilgan Stegosaurus nusxasi ekan mana. Haqiqiysi Sofia Hermann nomiga ilova qilingan ekan. Xo'p. Mana ma'lumotlar to'liq ko'rishingiz mumkin. Nomi Sofia ekan. Mana. Sorry. Hop. Einmal. Qani ketdik endi. Haqiqiy ekan, nomi Sofiya ekan. Juda go'zal. Vulqonlar va yer zilzilalari bo'lgan joylar to'g'risida ma'lumot berar ekan. Mana vulqon haqiqiy ko'rinishi. Sorry. Lavani bomba bo'lib otilish jarayoni ekan. Mana maketi. 1000 gradusdan ortiq bo'lar ekan. Tosh. Geyzerlar. Dunyodagi eng katta vulqonlar
qayerlarda joylashganligi to'g'risida ma'lumot bergan ekan. 8 ta bor ekan. Birinchisi Yellowstone, Amerikada, Indoneziyada, Yangi Zelandiya, Amerika yana Amerika, Italiya, Yaponiya va Yaponiyada. Yellowstone super vulqoni deyapti. Wyoming, Amerikada joylashgan. Mana maxsus kiyimi, himoya kiyimi. O'sha issiqlikka, juda 1000 gradusgacha saqlab qolish mumkin ekan. Qo'y. Vulqonlarda qanday paydo bo'lishi to'g'risida. Tuyaqush. Vulqonlar va yerda o'zgarishidan shu darajada hayvonlarga ham ta'sir ko'rsatgan ekan. Ya'ni oldin tuyaqush mana katta ko'rinishda bo'lgan, ostrich deydi. Bunisi mana Amerikaniki. Mana. Nima farqi bor deyapti? Bu deyapti, ikkita kontinent oldin bir bo'lgan deyapti. Ular keyin ajralgandan keyin boshqa yo'llar bilan rivojlangan deyapti. Ikkovi ham ostrich, ya'ni ikkovi ham tuyaqush. Bittasi O'rta Osiyo, ya'ni O'rta Osiyo deyman, Afrikada yashagan deyapti. Ikkinchisi South America, ya'ni Janubiy Amerikada yashagan. Ikkovi ucha olmaydi, bir xil zoti bir xil, lekin ikkita joyda o'sganligi uchun shunday farq qilyapti. Ketdi bu yoqqa. Zilzilalar to'g'risida ma'lumot beryapti. Mana eng ko'p zilzilalar bo'ladigan joylarda belgilab chiqishgan, o'rganib chiqishgan. Bu ikkita platolarni o'rtasidagi joylar. Mana zilzilalarga mustahkamlik darajasini binolarda ko'rinishi hozir ko'ramiz. Mana. He's not from her. Yeah. He's got the whole flags on doing. Bir ko'rinishda binolarda qurilishi qaysi darajada nima deydi, ta'sir qiladi. Mana zilzilaga. Albatta bu turdagi qurilgan bino anchagina mustahkamligi bilinib turibdi. Mana yana bir marta boshqa kuchliroq zilzilani ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu turdagi bino haligacha qimirlab turibdi. Bu nisbatan mustahkamroq. Eng og'ir holatdagi nima deydi, zilzilalarda
Ko'rinish holat ekan. Zilzilani o'lchash jadvali. Una vez en el colegio estábamos saliendo del salón y yo estaba en el segundo piso y sentimos como el piso empezó a hacer así. Y me acuerdo que tengo una amiga que salió de la y me jaló. Y la amiga dice, ay, me dice que me había dado. Keyingi binoga o'tamiz. Zilzilalarda ko'rsatgani tugab ma'lumotlari. Kimda qanday savol bo'lsa qoldirishi mumkin. Keyingi safar albatta unga javob topib yozishga harakat qilamiz. Mana kirish qismi yana bir bor tepadan ko'rsatyapmiz. Bu har xil holat ko'rsatyapti. Hayotning boshlanishi mana Hotel ismi Pinhebey joyda hayotni boshlanishi mana shamol, oddiy havo purkab turibdi. Hayot uchun kerak bo'ladigan narsalarni adashmasam agar suv, muz, buni qo'yib qo'lni qo'yadigan bo'lsangiz, sovuq bo'lyapti, muzlayapti. Bu gravitatsiya. Yerda gravitatsiya tortish kuchi. Dastlabki muzlik muzda nima deydi? Muz xullas toshni yorishi mumkin deyapti. Balki bu yerdagi hech qaysi narsaga qarshilik bildirib bo'lmaydi. Sababi ilm jihatidan isbotlanib ko'rsatilgan narsalar. Faqatgina o'qib o'rganish kerak xolos bu yerda. Mana farzandlarni kelib o'rgatyapti shu yerlarda. Tabiatga mehr uyg'otib, tabiat ko'rinishini bilan ko'rsatadi. Bossak nima bo'ladi? Yoritib berar ekan. Toshlar ko'rinishi lekin tosh. Mana.
Yerda ichki tuzilishi. Ket. O tillalarga yer qa'rida olinadigan qimmatbaho toshlar. Kimga qanaqa tosh kerak? Aytaver. Mana shu tosh kerakmi? Balsam o'zimizda ham tiqilyapmiz bunaqa toshlar. Mana shundan borda qishlog'imizda tur. Kvars ekan. Mana bizda mana shu kvars ko'p ekan. Mana shundan bor bizda. Kvars tosh. Ha bu 10 dagidan ham bor rasa. 10-da kalsiy. Yo'q, kalsiy boshqacha yoziladi. Kalsit. To'g'rimi? Kalsiy boshqacha yoziladi. Yo'q, mana tuzilishi. Sorry. İç ko'rinishigacha bor. Juda tiniq. Double vision. Kalsit kristal toshi. Kalsit degan tosh ekan, kalsiy emas. Juda tiniq. İç ko'rinishlarigacha ko'rinib turibdi. Hop. Bu o'sha qimmatbaho toshlarning yig'ilishi. Matthew Collection ekan. Yıl 1992 yıl şu joyga sovg'a qilgan ekan. Queen Mary, Elizabeth Taylor va Queen Mary kolleksiyasi shu yerga sovg'a qilingan ekan. Qimmatroq o'xshayapti nisbatan. Mana 14 dagisi. Qani 14 dagi topamiz. Mana yozib qo'yibdi. Scapolite Grove, where is located and the reflection gemstones get see. Xullas, buning uchun sal tabiat tushunadigan odam bo'lmasa tushuntirib bera olmadim men to'g'risi. Mana shu ishlov berilgan holati. Mana 17 dagi tosh. Bu chap tomonda chiroyli bo'lib turgani, ishlov berilgani, bu 17 ni qolganlari ishlov berilmagan holatdagisi. Orthocalis. Madagaskar toshi ekan, 55 karat ekan. To'g'risi buni sohani tushunganlar tushunadi, men tushunmayman. Xafa bo'lishim yo'q. Mana qarang, endi bitta narsa. 6-chi tosh, ikkovi bir xil tosh. Bu ham bir xil, bu ham bir xil tosh. Endi bu ishlov berilgandan keyingi holati ekan. Silimenite. Yillar ekan. Mana Myanmadan qazib olinar ekan bu tosh. Mana ishlov berilgan holatdagisi bilan ishlov berilmagan holatdagisini ko'ringlar. Safir toshi. Qirolicha Diana. Diana sovg'a qilgan ekan tabiat muzeyiga. Har bir bergan odamda yozib qo'yiladi. Alishoh
Queen Elizabeth II. Turmalin. Qimmatbaho toshlarga oid kolleksiya. Sirkoni. Sirkoni deb eshitgandim. Kimdir eshitgan bo'lsa, sirkon. Qaysi biri sirkoni ekan? Bu tapas. Tapas toshini ham eshitgan bo'lsa, mana tapas ekan. Mana sirkoni. Mana mana shular sirkoni ekan. Kamera to'liq ko'rsatib bera olmaydi, lekin real hayotda juda chiroyli. Garnet. Garnet ha. Mana chiroyli toshlari bor ham garnet. Spinel, Chrysoberyl, Scientific Gems. Menimcha sun'iy toshlar shekilli bular. Ishlov berilar ekan. Shunaqa industrial. Tabiat holatida, tabiiy holatdagi shu toshlardan namunalar. Biz ham tog'larimizda toshlarni shunaqa qilib qo'yib qo'ysa, mana hozir ko'rsataman, odamning chek-chegarasi yo'q. To'g'ri, bepul. Lekin kirgan odam eshik tagida do'konlardan biror nima oladi. Do'konda maxsus emblemasi tushirilgan futbolkani o'zi 25 pound ekan. 300 ming atrofiga to'g'ri keladi biz pul. 300 mingdan ham oshadi. Ularga tipini tushirib, shunaqa qilib biznes qilsa ham bo'ladi. Любая biznes хороша deydi. Hop. Bular nima ekan? Ancha-muncha yerga qaratib turgan jamoat joylarida, boshqa odamlarda videoga olishi mumkin emas aslida. Metallarning zamonaviy holatda foydalanishi. Mana bu qadimiy davrlarda foydalangani taqa, bolg'a, shunga o'xshagan narsa zamonaviylashib mana foydalanib kelishi. Undan keyin alyuminiyga o'tgan, mana alyuminiy to'g'irib bir nimalar. Shu metallarni dunyo bo'yicha foydalanishi holatlari. Bu shishalar. Portland. Bu tangalar. Birinchisi dinor. Musulmon davlatlarining fotihlari tomonidan, podsholari tomonidan qilingan deyapti. Ikkinchisi qirol Edward 3 ismi kiygan. 1880-yilda Queen Victoria'ning metali. 4-o'rinda Eastern India, janubiy sharqiymikan? Sharqiy adashmasam agar 150 yil miloddan avvalgi 150 yil oldingi metal tangasi ekan. Eron 5-inchisi Eron shohiniki ekan. 6-inchisi Misr qiroli Huk 4-inchisi ekan. Xullaski shunaqa podshohlarda davridagi foydalanilgan metal pullar. Ko'zoynaklar. Eng qadimiysi o'sha 1780-yilga borib taqilar ekan. Ikkinchi o'rindagisi mana shu 1780-yil degan ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Bu 4-inchisi ajoyib ekan. Hozir o'qib beraman. Fransiyaniki ekan. Bu qaychi uslubi deylar ekan. 1800-yillarda
ekan. Endi mana zamonaviylashib ketyapti. Mana eng oxirgi 7-si. Ha. 7-si titanium based alloy frames. Chekkasi titaniumdan foydalangan, titandan qilingan ekan. Mark Mechon degan odamlar ekan. Bu titan toshi. Tabiiy holatda shunaqa bo'lar ekan. Mana shunaqa gaplar. Xo'p. Carbon light bulbs, ya'ni chiroqlar. Qachon nimadan foydalanganlari, undan keyin evolyutsiyasi. Birinchisi 1995-yilda Philips tomonidan, ikkinchisi ikkita karbon orqali 1900-yillardagi ikkita karbon deyapti. Bu yerda qayerda karbon bor? Mana ichida ko'rinmayapti. O, sim bor ekan ichida. Bo'ldi, ko'rindi. O'sha narsa ekan. Keyin uchinchisi Osram deb yozib qo'yibdi. Osram ekan. To'rtinchisi TV Studio deyapti, ya'ni kuchliroq deyapti. Beshinchisi Wolframli tabiiy holatda uchrash ekan. Mana shunaqa gaplar. Bu qog'oz paydo bo'lishi hamma biladi. Hop, nima qoldi bu yerda? Boshqa narsa yo'q, davom etamiz ekan, hali bor ekan. Silika toshi. Toshlardan bijuteriya, ya'ni foydalanish. Silikonlardan elektron qurilmalarni qismlari ham ishlab chiqarilar ekan. Hop. Bu beginning. Dunyoning boshlanishini, yaratilishini tarixi ekan. Plutoniyda necha gradusdagi nimaligi? Bu Uran haqida ma'lumot. Bu Saturn haqida ma'lumot bor. Bu Jupiter haqida. Hop, Mars. Nimagadir bu yer mana. Nimagadir betartib joylashgan, hayronman. Oy, Venera. Mana hozir Quyosh. Quyoshning ichki tuzilishi ma'lumotlar. $2 milyon yil oldin ekan. Qarang. Rising and falling seas, evolving life, mass extinctions. 4,500 million years of turbulent history. 200 milyon yil When will it end? oldin. Enter and explore from the beginning. $417 milyon yil oldin hayot boshlanishi ekan. Mana Wikipedia like negadir akulalar paydo bo'lgan ekan. Chumolilar.
392 million yil oldin mana shu hayvonlar boshlagan ekan. Mana 4 oyoqlilarni boshlanishi mana. Bular suvga tushib, oyoqlarini yo'qotib, uning o'rniga jabralar, shu suzgichlar paydo bo'lgan ekan. Mana yerdagi yashilliklarda paydo bo'lishi, daraxtlar, taxta shularda paydo bo'lishi, bular 342 million yil oldin boshlangan ekan. Endi 317 million yil oldinga yetib keldik. Bu yilda mana shu narsa paydo bo'lish boshlangan ekan. Likopit, hostel, daraxtlar barglar chiqarishni boshlagan ekan. Endi hayotga ko'chyapti, ya'ni yerga ko'chyapti. Hayot yerga ko'chyapti deyapti. Dinozavrlar paydo bo'lish boshlagan. Mana amfibiyalar, ya'ni reptillar bilan amfibiyalar paydo bo'lish boshlagan ekan, ya'ni ham yerda, ham suvda suzuvchilar. Mana dengiz asta-sekin chekinib yerliklar paydo bo'lgan, yer paydo bo'lgan ekan. 248 million yil oldin dinozavrlarga o'xshash jonzotlar paydo bo'lish boshlanib, buni birinchi ko'rinishi mana toshbaqadan boshlangan ekan. Tuxum qo'yish boshlangan ekan toshbaqalar. Hamma bilsa kerak, tuxum qo'yishadi. Mana osmondagi hayot minachidan boshlangan ekan. Minachini xafa qilmanglar. Haligi aytadi, men birinchi kelganman deydi-yu. O'shanaqa. Mana birinchi dinozavrlarda shu uchadigan ko'rinish paydo bo'lgan ekan. Birinchi uchadigan jonzot demak 223 million yil oldin paydo bo'lgan ekan. Mana reptiliyalar 3 to'rgangan ekan. Qanotlari chiqqan ekan. 173 million yilda uchish boshlangan ekan. Birinchi o'sha qanotlik qushlar paydo bo'lishni boshlagan ekan. Keyin rivojlanib yangi turdagi o'simliklar, barglar paydo bo'lgan ekan. Qushlar ko'rinish boshlangan deb yozibdi. Bu 148 million yil oldin paydo bo'lib, o'sha yildagi holat. Mana shu holatda bo'lgan baliqlar mana endi sekin-sekin rivojlanyapmizda. 123 million yil oldin yer bo'linyapti. Kraterlar chiqib, Afrika, Amerika, Osiyo bo'lib bo'linyapti. Dinozavrlar davri kelyapti. Mana shu davrda. Mana 65 million yil oldin 65% o'sha yerda yuruvchilar, sudralib yuruvchilar, dinozavrlar, shunga o'xshagan hayvonlar o'lib ketyapti, yo'qolib ketyapti mana. O'rniga mayda mollyuskalardan, mana mollyuska deydimi? Boshlanyapti. Mana hayotning yangi darajasi boshlanyapti. Mana yerda bo'linish holati suvda ajralib bunaqa bo'lyapti mana. Endi 55-34 million yilga kelyapmiz. Mana 65 million yil oldinga yetib keldik. Bu davrda primatlar, otlar, ot ko'rinishiga o'xshaganlar. Aynan ot emas. Avstraliya alohida bo'lib chiqib ketyapti. Indiya, Hindiston, Osiyodan ajralib Himolay tog'lari paydo bo'lishni boshlayapti ekan. Bu 65 million yil oldin paydo bo'layotgan narsa mana. Tog'lar bunaqa bo'lishi.
endi 40 million yil oldin Afrika alohida ajralib chiqib, ba'zi bir hayvonlar Amerikadan, Janubiy Amerikadan Shimoliy Amerikaga o'tyapti, ba'zilari bunga o'tyapti. Mana krokodillar. o'n 15 million yil oldin mana 15 metrdan chuqurlikda уже akulalar yashayapti. Odam sifat paydo bo'lib, nima deydi? Maymunlar paydo bo'lib, уже yashash boshlanyapti. Endi odamlar tarixiga boshlanyapmiz. Million yillar boshlanishida muzliklar chekinib, yaxshi odam yashaydigan holatga kelib qolyapti. Mana 2,5 million yil oldin yo'q. Kechirasiz, 2,5 million yil oldin o'sha muzlik davri boshlanyapti ekan. Bu boshlanish davrini aytyapti ekan. Mana muzlik davri boshlanyapti. Xo'p, bundan keyin 2 million yil oldin Homo erecticus shu odamga o'xshagan maymunlar paydo bo'lish boshlangan. Bu davrda o'zingizlar hammaga tanish mamantlar qirilib bityaptimi, nimadir bo'lyapti. Mana sovuqqa moslashgan hayvonlar paydo bo'lyapti ekan, mamantlar paydo bo'lgan davr ekan. 500 ming yil oldin mana уже odamlar paydo bo'lib, odam sifatlar boshlanyapti mana. Climate, humans adapt to climate, ya'ni sharoitga o'rganyapti. Nima deydi? Sharoitga ko'nikyapti, deydi. Shunaqa bo'lyapti. Mana dinozavrimiz. Hop, davomimiz qoldi. Hozirgi holatiga yetib kelibmiz уже mana. Endi nima bo'ladi? 100 million, 200 million, 300 million, 5 million yil keyin qanday bo'ladi? Buni ko'rsatyapti mana. Bo'layapti, urushlar bo'lyapti, deyapti, global isish deyapti, yerda holati yaxshi emas deyapti. Xullas-ki, yerda holat yaxshi bo'lmayapti ekan. Yaxshi bo'lmayapti. Mana odamlarda rivojlanish tarixi bilan tanishamiz endi. 7 million yil oldin mana Mana 7 million yil oldin shunaqa ko'rinishda bo'lgan ekan miyasi. Undan keyin 5 million yilda maymunlar ko'rinishda kelyapti mana. Undan keyin 4 million yil oldin 3 million yil oldin mana 1 million yil oldin mana hozirgi odam turi Homo sapiens deyiladi. Mana miya ko'rinishlari. Hop. Davom etamiz. Bu bo'lim Human Evolution, odamning rivojlanish tariximi, rivojlanish bosqichlari deyiladi. Mana birinchi haykallar. Shimpanzeda haykali. Odam emas. Odamga o'xshash boshlanyapti. Hozirgi zamonaviy odam ekan. Ya mana female modern human. Buni mana bu. Mana. Ikkita oyoqda yurish boshlangan ekan shu davrdan boshlab. Shimpanze tishlari.
Rossiya yoki Ukrainadan ekan, Rusiya. İyi, tishni kavlayaptimi bu yoq, bratan? Zamonaviy odamlarda paydo bo'lish holati ekan. Ha, do'koniga kirib qolibmiz. Hozir boshqa bo'limiga kiramiz. Neandertallar. Qadimiy odamlarda qilgan ishlari to'g'risida ma'lumot beryapti. Bo'ldimi? Boshqa bo'limi qolmadimi? Hozir navbatdagi muzeyga kiramiz.